sodada qatlamni yuqori ko'tarishning mazmunlari. Men yaqindan beri Gao Wei Zhengjang degan bir ideyani so'zlayapman. Barliq mush sodadagi qatlamni, chastotini yuqori ko'tarib turib soda qilish. Ya'ni buning yuqorisi va tövni var. Ma tövni shu an'anaviy holatdagi, shu jafo tortadigan, tirishadigan an'anaviy holatdagi miqdorni, ko'lamni yuqori ko'tarish. Gao Wei ma qatlamni, chastotini yuqori ko'tarib turib taraqqiy qilish deganimizda soda andizasi jihatda, ideya jihatda, madaniyat jihatda, tashviqot jihatda va chastotini yuqori ko'targan chog'da ba'zida oz tirishchanlik bilan ko'p unumga erishgan bo'ladi. Bu bir cho'ng ideya hamda. Hamda men shu yaqindan beri o'xshamagan shakllarda, nuqtalardan chiqib shu Gao Wei Zhengjang, shu sodadagi qatlamimizni, chastotimizni yuqori ko'tarishning har xil mazmunlarini so'zlayman. Bugun men shuning ichidagi 4 mazmunni so'zlamoqchi. Birinchisi, champing gaudu. Shu mahsulot jihatda mahsulotning qatlamini, sifatini yuqori ko'tarish. Hamda mahsulot deganda setishning har xil yo'llari bor-da. Shu setish uchun har xil odamlar har xil tadbirlarni qo'llanib boqadi. İste'molchilarga yaxshi ko'rinib boqadi, xayr-saxovat qilib boqadi, bahoni tushirib boqadi degandek har xil usullar bor. Bularning hammasi shu o'z navbatida to'g'ri. Hamda bizning uyg'undig'imiz, ulgi qildig'imiz nima deyapti? Sizning mahsulotingiz mushu davrdagi ilg'or mahsulot bo'lsa, nurg'un odamning oldiga chiqa olsa, sifati yaxshi bo'lsa, bu vaqtda nima ahvol ko'rildi degan chog'da siz iste'molchilarga xushomad qilmaysiz. Bu mahsulotning o'zi azaldan yaxshi. Unda bo'lgandan siz ma iste'molchilar xolamamdo mandaq masalalarni anchalik o'ylab ketmaysiz. Tashviqotga unchalik kuchab ketmaysiz. O'zligidan tabiiy holda setiladi. Doktor Dolqun Qodirov boshchiligidagi yosh o'smirlar Beijing o'rganish safarini tushunmoqchi bo'lsangiz, tövandagi undidarni qo'shing. Anda bu korxonchilar masalan jamiyatning masalalari, xayr-saxovat, mandaq ishlarga vaqt ajratmaydi. Masalan hozir ko'rdik, masalan hozirgi Elon Musk deymiz. Hammadan qiziqadi. U bir cho'ng cho'lpanda u. Uning mahsulotlari Tesla deymiz. Agarchi yaqindan beri pay bozori sal tushib ketgan bo'lsa-mu, yanala uning mahsuloti izchil yaxshi setilib kelyapti. U maxsus vaqt ajratib jamiyatga xayr-saxovat qilmaydi. Xalqqa yaxshi ko'rinishni o'ylamaydi. O'zining ishini yaxshi qiladi, shu mahsulotni yaxshi qiladi. Buningdan ilgariki Jobs shundaqdi. Almaning telefon qatorliq bir yurish mahsulotlari. Jobs azaldan xayr-saxovat qilmaydi. Men shu mahsulotning o'zini yaxshi qilsam, bu jamiyatda kishilarningki turmush sifatini yuqori ko'tarsam, shu eng yaxshi saxovat degan mushu deb o'ylaydi. Shunga maxsus vaqt chiqarib pul ajratib xayr-saxovat qilmaydi. Demak, xayr-saxovat orqali jamiyatga ma'lum bir yaxshilikni qilish orqali mahsulotning nomini ko'chirish bu bir tadbir. Lekin eng yomon odam nima qila oladi desa, bunday ishlarni qilmaydi. Aşı mahsulotning o'zini noch qiladi. O'zini noch qilish orqali iste'molchilar tabiiy izlab keladigan, o'chrat turib yangi mahsulotni saqlaydigan mushundaq vaziyatni shakllantira oladi. Albatta mushunga qarab hamda mengishimiz kerak-da hamda eng to'g'ri yo'linish mushu. Biz shirkat bo'lgandan mahsulot chiqaruvchi bo'lgandan biz xayr-saxovatchi bo'lmagandan eng yaxshisi mush mahsulotning o'zining yaxshiligi bilan, sifati bilan iste'molchilarning ko'nglini ussak, mush eng to'g'ri yo'l. Hamda mush yo'lni qilinmagan ahvol ostida endi boshqa amallarni qilgan gapda. Sizning mahsulotingiz agar boshqalar bilan o'xshash bo'lsa, to'ng'jixo deymizda, o'xshash bo'lsa, shu boshqalar qilmagan nurg'un yaxshi ishlarni qilishingiz kerak. Buning tegi nima degan chog'da sizning mahsulotingiz xalqni hayron qildig'idek, xalq havas qilg'idek, xalq agashgudek yerga oprammadingiz degan gap. Shu Gao Wei Zhengjang deganning birinchisi champing gaudu. Sizning mahsulotingiz yuqori qatlamda, yuqori chastotida, yuqori sifatda bo'lsa, siz qolgan masalalarni o'ylab ketmasangiz bu, ya'ni inovatingiz yuqori bo'ladi demoqchi. Ikkinchisi Wenhua gaudu, madaniyat. Bir korxonachida, bir shirkatning tandusida bu yerda bir madaniyat degan narsa bo'lish kerak-da. Hamda madaniyat bo'y bilan yo'qning farqi nima desa, biz jamiyat ko'rimiz. Har xil an'anaviy shaklda pul topgan cho'ng loballar bor. Uy mulk yoki an'anaviy setish usullari bilan. Ular pul topdi. Lekin jamiyatda yana mushu yuzuva qatorda turayotgan odamlarga qarasak, ular cho'qim mush jamiyatning taraqqiyotiga ma'lum bir haq havas qilgidek to'p qo'shgan odamlar.
Endi bu ishni qila olsangiz, xalqni qoyil qila olsangiz, qilgan ishingiz maniki pul tepish qimmatidan boshqa yana bir jamiyatda haq havas qilgidek, jamiyatning taraqqiyotini olg'a surgidek bir ma'naviy qimmati bo'lsa, ma Wonghua Gaudu deymiz. Masalan, Yaponninki nurg'un mahsulotlari bor. Yevropaning bir qism davlatlari bor. Shochipin deymizda, e'tiborli qimmat baholiq buyumlar. Bu hamma davlat ish qilmaydi. Shu Yevropadagi bir necha davlatdan chiqqan. Masalan, Angliya, Fransiya, Italiya degandek. Bu davlatlarning bir qism mahsulotlari uzoq vaqt parvish qilish orqali ham uzoq vaqt o'zining madaniyatini shunga singdirish orqali mushu mahsulotlar mushu davlatdan chiqsa, zodi shochipin yoki butun dunyo e'tirof qildigan degandek qoyil bo'ldigan mushunaq bir kayfiyatni shakllantira oladi. Masalan, davlatimizningki mao, kauchuk, farfur, sichi deymiz. Mandaq buyumlar. Bu necha ming yillik madaniyat. Husn xat deymiz. Yipak mahsulotlari. Ma degan madaniyatning jug'lanmasi. Ma jihatda qoyil qila olsa, buningki bahosini qancha yuqori ko'tarsimi, haq buningga qarshi chiqolmaydi. Hamda bu ilqi mahsulotningki, shirkatning gapi. Shaxsmi shu? Shaxsmi uzoq vaqtdan beri o'zi tirish orqali, o'rganish orqali, o'zining odimiyligi orqali, obrazi orqali madaq shunday bir madaniyatni yaratish kerak-da. Wonghua Jiaji madaniyat qimmatini yaratgan vaqtida o'xshash ikki odam pul topdi. Hatto yana birisi jiqroq pul topsimi, ma odamningki va jamiyatga inovati masalasi bor, ta'siri masalasi bor-da. O'zininki bilimi, tafakkuri, o'zining odimiyligi bilan hurmat topgan odam o'xshash pulni topsimi, yanadagi hech qanday madaniyat jihati tirishmagan odamga qaraganda farqlanib turadi.